alaminiy ekilgan 2 gektar. 15-oktyabrga. Suqroq bilan olib qo'ydi. Shu ketakam. Bu yerda mana Boburbek. Mashalloh zo'r bo'lgan. Alaminiy juda go'zal bo'lgan. Agrotexnika o'ta go'zal. O'sha Somonbek Musob ekilgan, yo'lkalari keng. 3 qatorli qilingan 7 metrga. Barglarini ham o'ta go'zal, o'ta chiroyli olgan. Birinchi kist mevalari. Bu yerda Bobur, mana shu yigit, mana shu yigit. Korkirutdan qiynalgan. Korkirut juda muammo bo'lgan. O'sha quyosh chiqqanda so'lib, kechki salqinni o'ziga kelib, aynan mana shunday paytida, mana shunday paytida o'sha qiynalishni boshlagan. Hozir mana Korkirut muammosidan deyarli qutuldi. Organik F bir oyga ham qoldirmasdan bir marta beradi. Organik NP o'sha mikrobiologik удобрение to'xtatmaydi. Qisqasi полностью biologiya. Полностью biologiya bilan olib boradi. Inshaalloh. Bir ko'rsatayım, o'tiraylik. Sizlarga bu holatiga zo'r. Bu holatiga zo'r. Bargida Organic S полностью. Bu chiroyli. Drenajga вообще gap bo'lishi mumkin emas akalar. Qancha suv bersa ham tortib ketadi, ko'rasizlar. Bu yerga musomo. Hamma narsasini o'ta go'zal qilib tayyorlagan. Birinchi kist. Yana bu 2. Yana bu 3. 3-inchisi. 4. 5. 6-chi g'unchalar. 15-oktyabrda ekilgan. Endi 2 oy bo'lgan. Mevasini qaraylik, kattaligini, subhanalloh. Mana shu barglarni vaqtida olish, quyosh tushishini, yorug'lik tushishini mevalarga ta'minlash juda muhim agrotexnikada. Nima bergan oziqingiz hammasi vegetativniy massaga beraveradi. Mana bu mevalar mayda-mayda bo'lib qolib ketaveradi. Qaranglar, bargini vaqtida olgan. Mevalari katta. Shu holatiga, 5 tekisdagi holatiga katta mevalar bo'lib ketgan. Alloh barakasini bersin. Hay, Korkirut muammosi hal bo'ldimi? Bo'ldimi inshaalloh. Shu F nomer 1 bittaga bitta. Ya, mashalloh. Lekin biz bilan margansovka bizatilar. Bunga yordam beradigan narsa o'sha. Alloh barakasi bersin. Alloh barakasi bersin. Rahmat. Sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizga. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Hammamiz dehqonchiliklarimizni chiroyli, go'zal bo'lsin. Assalomu alaykum.